Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? 4 yil trend YouTube, Instagram kanallarını ashaddiy obunachilardan chiqsizlar. Bizlar loyihalarimizni boshidagi videolarni olishda davom etib turibmiz. Xudo xolasa mol doktorimiz bilan Shoraxon ovul fuqarolar yig'iniga keldik. Bu yerda bir molimizni yelin sohasida katta shish paydo bo'lgan. Shuni hozir syomka jarayonlarini olib boramiz. Biz yana uzoqdan yaqindan kuzatib turib, like'larni bosib, ijobiy kommentarlarni bangilab yozib tashlaverasizlar. Doktorning telefon nomerlarini ekranda qoldirib ketamiz. Har xil turdagi xizmatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, chiqib aloqaga chiqishingiz mumkin. Hamdasa 4 yil tumanida 12/8 taksi kompaniyasi xizmatlarini zakaz qilib foydalanishingiz mumkin. Zakazlari, taksilari komfort, zakonli, ajoyib tez boradi. Xizmatlaringizni, dostavkalaringizni, hamma narsangizni eltib berib, xizmatlaringizni ishlab beradi. Qolaversa, bu har xil turdagi videolar, loyihalar bo'ladigan bo'lsa, joy temasi, boshqa temalarda bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsangizlar, biz borib besplatniy Instagram, YouTube kanalimizga qo'yib berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Besplatniy, absolyutniy. Qolganini video davomida kuzataverasizlar. Hozir doktor bilan giramiz, syomkalarni, suhbatlarni olamiz, xudo xolasa. Qo'llab turaverasizlar. Assalomu alaykum doktor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sormang, ne ishlatib yotibsiz bu molni? Xo'p, Asqara, molimiz mastit bo'lgan, bizlarning yallig'lanishi. Mastit o'zi, xudo xolasa, lichinalarni boshlaganmiz molimizni, bu 2-kuni xudo xolasa, yerlari ozgina bo'shashni boshlagan. Xudo xolasa 3-5 kun oralig'ida lichina bo'ladi. Lichinaimiz davomida ona videolarni ko'rib. Mastit kasalligi nima o'zi bu? Mastit kasalligi asosiy qo'zg'atuvchisi sut bezlarining yallig'lanishi bo'lib, mol issida, masalan, bugunga qo'ysin. Sog'ilmay qoladi, chala sog'ib qoladi, masalan, o'jakini ishlanib molni sog'ilmay qoladi. Shuning hisobidan ishda ajiydi. Bezlarni yallig'lantiradi. Shuning hisobidan o'sha yelin bezlari qatishni boshlaydi. Shamodan bo'shab boshlagan. Sut bezlari qatib, yelinlaridan sut chiqmay qoladi molni. Yelinlaridan sut chiqmay qoladi. O'zi qotib qolgan, ha? Turgan oq suvni ko'rdingizmi? Sut yo'q endi. Suvni o'zi xudo xolasa lichinani boshladik. Bu necha vaqt yaxshi bo'ladi, xudo xolasa? Bu lichina necha kundan beri ishlab yuribsiz? 5 kun oralig'ida lichina bo'ladi. Molni yog'dayini qarab turib. Uzoqi 10 kun, 15 kunda qattisi, uzoqi 1 oy, ko'p cho'zilsa 1 oyda qattisi bo'lni ketadi. Yaqib ketadi. Agarda mabodo shu davrda bizlari masalan so'sklari diqilib qoladigan bo'lsa, uni bartaraf etish usullari bor. Bugungi kunda kateter orqali ochib beramiz ularni. Mola xavfsizlik darajasi. Mola ziyonli tarafi kuchli og'riq bilan kechadi kasallik. Molni o'zida nazaran. Agar ko'p shu e'tiborsiz qolib ketsa, masalan, molda stress olishi bor, boshqasi bor. Mahsulotlik tushib ketadi, o't yemay qoladi mol, ozib ketadi. Ili agar ko'p o'tib ketadigan bo'lsa, bu mastit kasalligi yelinni yarib to'shib chiqadi. Og'riqli bo'ladi, xavfli bo'ladi ekan, ha, shunda. Yo'q, endi xavfli darajasi mola xavfli. Yozning kuni cho'nqonadi, boshqa qurtlikda, xullas kasallikdan topaveradi u mol. Mol azoblanadi. Bunday strashniy kasallik emas, davosi bor, lekin iloji boricha jonivorni azoblamay turib davolash kerak. Maqsad shu. Yaxshi. Kuzatishda davom etasizlar. Har safar sanchganda har xil dori qo'l sanchilanmagan doktor? Og'riq qoldiruvchi asosan yallig'lanishga qarshi antibiotik beriladi, sefofosfon sostaviga kiradi u. Qonni tozalab olish maqsadida butafosfon kam miqdorda deksametazon beriladi. Bu molimiz bo'g'oz, asli buna deksametazon berib bo'lmaydi. Lichinasi shuning uchun cho'zilib turibdi mol. Bo'g'oz homilali mola deksametazon bola tushirish ehtimoli bor. Shunday masala deydi. Deksametazon berilmaydi molimiz hozir. Shunda ukol urilgan ukollar homilaga hech qanday ziyoni yo'q. Ziyoni yo'q, ha? Mana. Buni nisha sog'ib tashlash kerak bo'ladimi shunda? Ko'rib turibsizmi, ichidan chiqib turgan chiqib bosganda bo'shab. Asosan masalan shu kuzatuvchilarimizdan mollarimizdan mastit kasalligi boshlanishi bo'lsa, birinchi tavsiyalarimiz molni 1 soatdan 2 soatdan tez sog'ib tashlash kerak-da. Shunda o'tib ketishi mumkin deysiz. Sog'ib tursa, mastit kasalligi ham yengil o'tadi. Ham lichinat turgan odamga bitta yordam bo'ladi-da. Nabamjak ham bugun usta aylangan, lekin ko'rib turganingizdek rangi sarg'ishadi. Ko'rdingizmi?
appak süt çıkığı gerek aslında. Belki emceklenme çıkan yer. Yani appak süt çıkığı gerek aslında. Bunu şunda sağıp durup yollarını açıp her şeyken kanallarını yürüp gitedi ku keyin u. Xudo xolasaydı. Hozir shunday veterinariya rivojlanib ketdi, birat. Masalan, masjid o'tdi, tuzaldi, imbamjak tıqilib qoldi, to'g'rimi? Umuman süt chiqmaydi. Lekin yuqori kasada süt bor. Yuqori kasada süt bo'lsa, shunday kateterlar chiqqan hozir, yelinni ichini xirurgik yo'l bilan kesib ochib turib, kateterlar bor qo'yib qo'yadi, 2 kun 3 kun qo'yiladi. Polni yelinlar ochib bartaraf etsa bo'ladi. So'nggi bitib zakonli bo'lib ketami u? Bo'lib, avvalgidek bo'lib bitib, normallashib ketaveradi. Hech straşin narsasi yo'q. Bo'ldi, xudo xolasa, bu lichinalarni. Ertaga xudo xolasa yana bir gap lichinalarni ishlaymiz. Bo'lib yuborar ekanman. Şimdi mal sahasında türlü tuman savol javoblaringiz bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz. Xizmatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, telefonlarına bağlanıp dostunu chaqirtirib foydalanishingiz mumkin. Bizani qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, kommentariylarga ijobiy fikrlarga bangillab tashlayverasizlar. Hammaga kattadan rahmat. Shunday sizga sohada bu xizmatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, zakazlarni qilishingiz mumkin.